Bu videoni Euro 6 dafidan shofyor tanishlari yuborib ko'rasizlar. Agarda pompa masalasi bo'yicha qiynalib turgan bo'lsa. Bu videoni olsam maqsad Euro 6 dafni 5 xil variantda pompasi bo'ladi. Hamma pompada 2 dan datish bo'ladi. Mashinaning yiliga qarab modellarida o'zgarish bor. Bu model pompamiz 2018-yildan yuqori model mashinalarimizning pompasi bo'ladi. Bu model pompamiz gidrosil deb aytiladi. Qirchalardan farqlanishi sezish mumkin. O'sha görünüşü. Bu model pompamiz 2018-yildan 50 chiqqan mashinalarimizning pompasi. Bu pompamiz elektronik deb aytiladi. Kırtasining görünüşünü farkını bir barabarsizlar. Hozir bizda 3 xil modelda pompamiz bor. Navbatda 2 xil model pompasi kelganda uni ham videoga o'rnatib qo'yamiz. Agarda kimga pompa remont xizmati kerak bo'lsa, adres, manzilimiz Xorazm Xanqa vokzal, Zapravka 70, Onkolda, Mo'ykonda. Telefon nomeri qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Viloyatlardan BTS pochta orqali yoki taksi bilan barbarizlar ham o'zimiz qabul etib, garantiyalar bilan taklif bilan chiqarib beramiz. Bu pompalarimizda haqiqatda rem komplekt. Agarda pompangiz o'zi yaxshi bog'lan bo'lsa, o'zini taklif ham beramiz. Kelishilgan narxlarda. Hozir bu pompalarimizda turistki firma Vespa firmasından rem komplektlarimiz bor. Dasklarimiz ham bor. Euro 6 dafnikidan tashqari Volvo, Mers, MAN mashinalaridan pompalarni remont qilamiz. Hamma turdagi yuk mashinalarimizga ehtiyot qism zapchastlarimiz bor. O'zingiz qiziqtirgan savollarni kommentariyada yozib qoldirsangizlar, imkon darajasida javob yozamiz. Narxlarni ham bilib olsangiz mumkin. Keyin yana nechik ishlar qiziq bo'lsa, yozib qoldirsangizlar, qo'ldan kelganchalik ishlab ko'rishga harakat etamiz. YouTube kanalida yangimiz, qo'llab-quvvatlab, podlashida o'tirsangizlar, biz ham ishni bosaveramiz. Yordamlaringizni ayamizlardan ham etamiz. Ko'proq tanishlarga tarqatib, qo'llab-quvvatlab o'tirsangizlar, ajoyib videolar ishlab chiqaraveramiz.